Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar. Golland tili grammatikası dərsimizə xoş gəldinglar. Biz bugündən başlap əmdə rəvişlər, bey word. Muş rəvişlər toğrusida 3 qism dərsdə aldıq. Aldığımızdakı 3 dərsdə muş rəvişlər bilan tanışıb çıxımız. Aldı bilan bu rəvişlərninki grammatikалық iniqlaması, yəni rəvişlər iş hərəkət və şeylər sübutininki türlük halət belgilərini ifadələb keldiğin sözlər. Yəni asaslıq iş hərəkətinin feelninki halətini, sübutini ifadələb keldi. Yəni burunqu dərsimizdə sübutlər asaslıq isimlarninki, isimlarninki hər türlük halət belgilərini ifadələb keldik. Əmdə rəviş feellarning hər türlük halət belgilərini ifadələb keldi. Şoň rəvişlər adətdə şeylərninki iş hərəkəti, yəni aniqraqı feellarninki əməliyyat bilan bolğan münasibətdəki türlük halətlərini, məsələn, o'rni, vaqti, yoki vastisi, jarayoni, darajasi degandek muşta xususiyatlarını ifadələb keldi. Ondan məsələn, əməli misal alsaq, hazır sizlar ekranda ko'rgandek, Urumchidan bugun keldim desek, mush jumladagi bugun rəviş, yəni bu vaqt rəvishi. Ondan yana qachon kelganligini hozir miyada ifodalab kelganda mush keldim degan feelninki vaqtini ifodalab kelyotidi. Yoki u xatni nihoyat chiroyli yozdi desak, miyada ham suhbatninki, ham feelninki, har ikkilasinikini, ya'ni xatni qanday yozdi, chiroyli yozdi, lekin qanchalik darajada chiroyli, nihoyat chiroyli degandek, qisqasi yana mushta holatlarni ifodalaydi. Ondan rəvişlər Golland tilida sizlar hozir ko'rayotgandek, mana o'rin joy rəvişləri, Beyworden van Platz, Richting, yo'linish rəvişləri, Tijd, vaqt rəvişləri, Xırat, daraja, sual, qitim rəvişləri, holat, inkar, his tuyg'u rəvişləri deb muşta bir turkum rəvişlər var. Biz mush ikki qitimliq darsimizda mush rəvişlərni əməli misollar bilan ko'rib chiqamiz. Mən əmdi bu dərsni tayyorlash jarayonida ham sizlarninki birinchidan grammatikalik tushunchanglarni oshirish, ikkinchidan ham so'zliginglarni oshirish uchun har bir rəvişlərə ma'lum bir misollarni, shu misolga mos jumlalarni olib keldim. Shunga garchi dars sal jiqroq bo'lishi mumkin, lekin inshaalloh agar ko'ngil qo'yib anglasanglar, faqat grammatikalik uqum jihatdan grammatikalik tushunchanglarni oshirib qolmay, yana so'zliklarni oshirishga ko'p foydasi bo'ldi. Qalamsa rəvişlərning turlarini başlaydı. Birincisi Beyworden van Platz. Platz degan bir o'rin joy degan gap qo'y. Yani o'rin joy rəvişləri. Yani o'rin joy rəvişləri deganda shu mesela u yer, bir yer, naga, hech yer, qayer degandek mushta so'zlarning hammasi o'rin joy rəvişləri kirdi. Yani bir-birlab qarayli dar. Dar deganning ma'nosi u yerda degan ma'nosi var. Mesela what liegt dar op je bureau? Yani üstünüzün üstüde tuğan av neresi nemu, üstünüzün üstüde av ya tuğan neresi nemu dar. En ergens bir yerde diye manası var. Mesela heb Nicat vandaag nog ergens gezien? Yani bugün Nicat'ını bir yerde gördünüz mü? Ergens gezien, bir yerde gördünüz mü? En heen, nege. Bu heen degen söz daim var bilen birge keladi. Mesela var bring je de dossiers heen? Yani siz bu hüccetlerini nege apırısız, brengen, bir apırış. En hier, bu yer, mesela ik heb hier 2000 voor u. Yani bu yerde siz üçün 2 tane yeşik var. En nergens, hiç yer, yani ergens'dan karım karşısı. Mesela ik kan mijn autosleutel nergens vinden. Yani maşinamın açıkçını hiç yerden tapamadım. En waar kaya, yani waar heb je die computer gekocht? En bu computerni qayerden satıp aldınız? Yani bularning hammasi o'rin joy rəvişləri. Bundan başqa o'rin joy rəvişlərim var, faqat bular bor deganlik emas. Çünki men faqat endi sizlarga hozir bu yerda mush o'rin joy rəvişləri degan zodi qanday rəviş mushni bildirish uchun eng ko'p ishlatilganlarni misol elib keldim. Endi ikkinchi turi yo'linish rəvişləri, yani Richting. Beyworden van Richting. Masalan, langs. Langs degandan bir yerga bormoq degan ma'nosi var. Mesela kom gauw weer even langs. Yani tezlikte bu yerga bir kelinge. Kom gauw weer even langs. Linksaf, rechtsaf, solga, solda, onga, onda degandek ma'nolar var. Mesela ons kantoor ligt bij het stoplicht linksaf. Yani ishxonamiz qatnashchilarininki sol tarafida.
Yani ishxonamiz yoki qatnashchilaridan so'lga burilganli yerda degandek. Beide hoek moet je rechtsaf. Yani doqmuştan o'ngga buriling. Naartoe ga. Mesela waar ga je met al die dossieren naartoe? Mesela bunu onu bayağı öğrendik. Hen degan işlesek bo'ldi, naartoe degan işlesek bo'laverdi. Müştarxil ifodalash shakllari bor. Bu hujjatlar bilan nega borasiz? Fandan qayerdan? Misal, var hebye di yürük fandan. Yani bu ko'ylakni qayerdan oldingiz, nereden topdingiz degandek fandan. Voorbij o'tib ketmek. De trein reed snel voorbij. Yani poyezd tez suratda o'tib ketdi. Waarheen, qayerga? Waarheen ga je zo laat op de avond? Yani bunda kechda nega borasiz? Yani bularning hammasi richting, bir yo'lnishni o'ngga, so'lga, udulga, a tarafga, ma tarafga degandek yo'lnishni bildirgan ravishlar. Endi vaqt ravishlari, ya'ni bei o'rni van tijd. Yani odatda qo'llanilgan shu vaqtni bildirib turadigan so'zlarning hammasi ravish bo'ldi. Bunga misollar altijd, daim. Misal, ikisi altijd om 6 uur op. Yani men her daim saat 6'da o'rnimdan turman. Binnenkort, pat yaqinda, tezla degan ma'nosi bor. Adila xat binnenkort op vakansie. Mesela Adila pat yaqinda ta'tilga chiqadi. Dan, bu danning ma'nolari bek jiq. Miyada hamda uningdan keyin shu vaqtda degan vaqt ravishdagi ma'nosini olib keldik. Ya'ni morgen komen we weer bij elkaar. Dan praten we verder. Yani biz ertaga bir yerga kelamiz-ku, shu vaqt yana paranglashayli. Dan praten we verder. Eens deganning bir qitim degan ma'nosi bor. Mesela er was eens in oude koning. Bu odatda muşta cho'chaklarda uchraydi. Bir qitim burun bir qeri podshoh bo'lgan ekan deb. Miyada bir qitim degan ma'nosi o'z en chiqmasimi, lekin işte burunning burnusida işte bir podshoh o'tgan ekan degandek bir ma'noda. Xavmu binenkortga o'xshash ma'noda so'z patarda tizla masalan. Kom gauw weer bij ons langs. En het is fursatda yana bizga keling. En gisteren, morgen, vandaag bulan sizlar uyg'onib bo'lgan. Gisteren, eergisteren, overmorgen ularning hammani yozmadim. Ik zag Amina gisteren in Amsterdam. Amina toen ik in Amsterdam gördüm. Morgen moet Ali examen doen. Ali uit imtihan bericht krijg. Ruqya is vandaag naar Amsterdam geweest. Ruqya bugün Amsterdamga bordi degandek vaqtni ifodalaydigan so'zlar ham ravishlarga tabi. En hoe lang, qanchalik uzun. Mesela, tot hoe lang blijf je in Qashqar? Yani siz Qashqarda qancha uzun tursiz, qanchalik uzun tursiz. Ondan yana nu, hozirning o'zida bo'lgan ish harakatlarni bildirgan ravish. Mesela, ik moet nu naar de dokter voor in controle. Yani tekshirish uchun hozir doktorga borishim kerak. Pas bayilad o'tib ketib bo'lgan, lekin pek yaqin aralıqda ötüp ketken. Mesela Melike is hier pas geweest om je iets te zeggen. Yani. Melike bayıla sizge bir narsa deyish uchun bu yerga kelgandi deydi. Taxminen belki 1-2 minut, 5 minut pek yaqin aralıqda ötüp ketkenni. En straks birdemden keyin kelgusini bildirdi, lekin yaqin aralıqda. Mesela ik moet straks naar school, birdemden keyin maktabga borishim kerak desa, balkim yarım saat ichida, 1 saat ichida degandek. En zo En zomu sel turupla birdemdila bu straksdim yaqin vaqtni bildirdi. Mesela ik moet zo weg desa, sel turupla mengishim kerak balkim 2-3 minutning ichida, 5 minut, 10 minutning ichida bu trim yaqin vaqtni bildirdi. Ondan tun shu vaqtda deb bu o'tgan zamondagi bir vaqtni bildirgan ravish. Masalan, tun had ik nog geen mobiel telefon. Yani o vaqtda mening qo'l telefonim yo'qdi. Yani tun doim o'tgan zamonga keldi. Shuni qarasam masalda pilmu had deb o'tgan zaman shaklida keladi. Wanneer qachonki, mesela wanneer je tijd hebt, gaan wij afspreken. Yani qachon vaqtingiz chiqqanda biz ko'rishayli degan. Mushlarning hammasi vaqtni bildirgan ravishlar. Vaqtninki darxil nimalarga asosan tiz yaqinda, ata, o'gun, o'tmishdagi har xil vaqtni bildirgan ravishlar. Endi keldik bijwoorden van graad, yani daraja ravishlari. Yani qanday degan vaqtda sizlar hozir ko'rgandek intayin, bek, xeyli bek, bunchalik, nihoyatda degandek mushta so'zlar bu odatda
doim sübətlərinin aldığı kelib bu dərəcə rəvişləri aş sübətni tixinbək küçəytib keldi. Bəziləri aş mənisidən küçəytil mənisi var. Məsələn qarasaq, ərəq deganning intayin bək degan mənisi var. Ik bin erg tevreden over de resultaten van mijn leerlingen. Yani o'quvchilarimning o'rganish natijasidan to'liq roziman. Yani erg tevreden, bek roziman, intayin roziman, to'liq roziman degandek. Tevreden over. Tevreden degan fe'l doim over bilan birga keldi. Heel degandan keyin intayin bek degan ma'nosi va butun degan ma'nosi bor. Buni sizlar burunqi tekstlarda o'rgangan, lekin bu yerda hamda daraja ravish sifatida intayin bek. Masalan, hij studeert heel hard desek, u bek tirishib o'rgandi. Intayin tirishib o'rgandi demakchi. Hu qanchalik mushta sifatlarning oldiga kelib, qanchalik cho'ng, qanchalik kichik, qanchalik go'zal, qanchalik egiz, qanchalik paka degandek keldi. Masalan, hu groot is het pakje dat je moet sturen. Yani siz əvətməkçi bolğan posilkaning cho'ngligi qanchalik? Nogal degandan keyin xeyli bək degan ma'nosi var. Masalan, ik voel me nogal ziek. Daarom wil ik vandaag thuis blijven. Yani men o'zimni xeyli bək og'riq his qilyapman. Shu bugun uyda qolg'im bor. Yani nogal ziek. Zo'ni bayam o'rgangan to'q birdam dilam degan ma'nosi var, lekin zo yana daraja ravishlarda ma'nosi bor. Bu so'z meliq ma'nolari bək jiq so'zchu. Daraja ravish holatiga kelgan vaqtda bunchalar bunchilik degandek ma'nosi var. Masalan, zo druk is het nog nooit op het werk geweest. Yani xizmatda hech qachon bunchilik aldirash bo'lib boqmagan. Yoki men umrimda bunchilik ko'nglim yerim bo'lib boqmagan desa, ik bin in mijn leven nog nooit zo verdrietig geweest debchu. Bunchilik ko'nglim yerim boqmagan, bunchilik xushal bo'lib boqmagan, ik bin nog nooit zo gelukkig geweest degandek shu bunchilik, buncholar degan ma'nosi bor. Flink deganning shu intayin, zo'r, bek, nihoyatda xeyli bek degandek ma'nolari var. Masalan, het waait vandaag flink. Yani bugun xeyli bek shamol chiqadi. Yoki het regent vandaag flink desak, bugun xeyli bek yomg'ir yog'adi degandekchi. Mush flinkning o'zilam xeyli bek intayin degandek ma'nolari var. Yani bular daraja ravishlari. Sizlar ko'rgandek ba'zi daraja ravishlari ismlarning yoki sifatlarning oldiga kelib tixim kuchaytirish ma'nosini bildirsa, masalan, araq, heel, nogal degandek, zo degandek. Ba'zi daraja ravishlarining o'zining ma'nosilam xeyli intayin degan, masalan, flinkdek. Qisqasi, dastlabki ravishlar to'g'ri so'zlaydig'imiz shunchalik. Bugungi dars bek uzrab ketmasin deb ikki qismga bo'lib o'tdik. Inshaalloh ikkinchi qismimizda yana ravishlarning qolgan turlari bilan tanishib chiqamiz. Ma'qulamsa, darsimizni anglag'aninglarga rahmat. Keyingi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.